Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring, agar siz bozordan yangitdan mol olgan bo'lsangiz. Agar siz bozordan yangitdan mol olgan bo'lsangiz, mana bunday molingiz arriq bo'lsa, tuqqan sigiringiz gijjaga qarshi dorilardan bering. Ham yungini tashlaydi, jarqillab semiradi, ham suti ko'payadi. Mana bunda yangi o'tlarga chiqqandan keyin ko'm ichi o'tib ketmasligi uchun kepakni qurulay bersangiz, suv qo'shmasdan nur ustiga alo nur molni ichini qotirib boradi. Agar ko'k o'tga tishini ko'p urib qo'yayotgan bo'lsa, albatta oldiga tuz qo'yamiz va quri yemishlardan beramiz. Har qanday molni bozordan olganingizda buzoqma, sigirma, albatta birinchi o'rinda gijjasini va bit kanasini tozalash kerak. Siz gijjasini tozalab ularga dori bersangiz, ham yungi yaxshi yangilanib, jarqillab semiradi, ham tanachalar, novvoschalar birdan o'sishga tushadi yangi o'tdan keyin.